Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'ri betiga xush keldingiz. Bugun anglaydiganimiz Asad Sulaymonning Taklimakonga dumlangan ruh nomli ilmiy maqolasi. Bu ilmiy maqola avtorining Taklimakonga dumlangan ruh nomli ilmiy maqolalar to'plamiga kirgizilgan. Bu kitap Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan 2000-yil 6-oyda nashr qilingan. Taklimakonga dumlangan ruh. Uyg'ur madaniyat psixikasi ustida qayta o'ylanish. 1-bölüm. Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan keyin Yevropada chiqadigan nupuzli bir gazetda mundaq bir qiziqarliq taraz besilgan. Ma'lum bir uyda tuyuqsizlar bir tal yangi yerga tushib ketgan. Uyda Italiyadek, Fransiyadek va Germaniyadek 3 kishi bo'lib, ular bu kichikina ishqa o'xshash bo'lmagan inkaslarni qaytargan. İtalyan mörsini qisib qo'yibla, parvozsizlarcha uydan chiqib ketgan. Fransuz rasmiyat yuzasidanla qo'li bilan yerni bir ikki qatim siylab qo'ygan-yu, yangnini tepib edishga kuchab ketmagan. Faqat izlab ko'rdim degan ruhiy tasalli bilanla bo'ldi qilgan. German qo'liga bir sizg'ich bilan bo'rni edib, polga kichik-kichik chambarlarni sizgan. Ondan har bir chambar ichini astoydillik bilan ko'zitib, oxiri heriqi yangnini tepib olgan. Nihoyat oddiy bu bayon nimani tushuntiradi? Amaliyotda Gersga besilgan bu kichikina misol uch davlatning Ikkinchi dunyo urushi jarayonidagi o'xshash bo'lmagan ifodasiga, texmi to'g'riraqi bu uch millatning xarakteri alohidaligiga simvol qilingan edi. Darvaqa dunyo tarixiy sahifalariga nazar tashlaganimizda Italiya jug'rafiyalik joylashishi yoki dunyo tarixidagi siyosiy o'rni jihatda Yevropadagi ismi jismiga loyiq cham ajrab ketgan bir pay o'tik edi. Qadimki rimliklar bir mahal zo'r gullanishga erishgan bo'lsa-mu, lekin ular tegitakdan aytganda yaqin qo'shnisi Yunonliklarning olamshumul madaniyatiga varislik qilgan edi xolos. O'tir asr jaholatidan keyin Yevropa adabiyot san'at uyg'onish harakati garchi Italiyadan boshlangan bo'lsa-mu, lekin uning haqiqiy zilzilasi G'arbiy Yevropada maydonga kelgan edi. Shunga Italiyalar Yevropadagi boshqa millatlarga nisbatan aytganda chechilangu, bo'shang, ishga o'yish kuchi ojiz millat edi. Fransuzlar hissiyotchan, o'zgarishchan, uzil-kesilligi kamchil millat bo'lib, ularning Napoleonga mislsiz darajada cho'qinishi ajablanarli emas edi. Fransuz madaniyatining nazokati va milliy xarakterining latofati ularda adabiyotning gullanishiga sabab bo'lgan edi. Germanlar Gegelning so'zi bilan aytganda insoniyatning pishqan davridagi aqliy tamkinligiga yetgan, falsafaviy qalliga ega, so'g'uqqan, amaliyatchil millat edi. Biz dunyo falsafasining yuksak cho'qqisining Germaniyada maydonga kelganligidan, ikki qitimliq dunyo urushining mag'lubiyati va xarobasi ichidan Germanlarning qayta qad ko'tarib iqtisodiy gullangan ilg'or saviyaga ega millatga aylanganligidan bu nuqtani cho'nqur his qila olamiz. Xo'sh, yangi timsolidan qo'zg'algan ulanma tasavvurimiz bizni mundaq bir savolga javob berishga qistaydi. Yangi tushib qolgan ashu so'rinda bir Uyg'ur bo'lgan bo'lsa, u bu ishqa qandaq inkas qaytargan bo'ladi? U qo'liga lo'pa aynak elib, uyning bulun pushqoqlargacha sabr toqat bilan astoydil izlab ko'rarmi yoki ashu uyda bir umr yangiga putlashib billa yasharmi? Darvaqa, bu bir nihoyat oddiy misol xolos. Bu xil tahlilning qanchalik darajada to'g'ri yoki xato bo'lishidan qat'iy nazar, biz har qaysi millatlarning o'xshash bo'lmagan madaniyat muhitida ifodalagan madaniyat psixikasini operatsiya qilishda hamon mushu turdagi mohiyatlik misollarning ilhomiga muhtoj bo'lamiz albatta. Shubhasizki, jug'rafiyalik muhit va yashash sharoitining o'xshashmasligi har qaysi millatlarning madaniyat psixikasining o'xshamasligini keltirib chiqargan.
Uzoq tarixiy taraqqiyot jarayonida ma'lum bir millatning madaniyat psixikasida nurg'un o'zgarishlar yuz bersimi, ammo shu millatning ibtidoiy ruhiy mohiyatiga urug' bo'lib terilgan psixik jug'lanma xuddi paxta ichidagi cho'g'dak hamon saqlanib keladi. 4000 yillik qadimiy madaniyatga ega Hindistonning yaqinqi zamonga kelganda 100 necha yildan ortiq Angliya mustamlikasiga tushib qolishi natijasida g'arblashish to'lqiniga uchragan bo'lsa-mu, lekin ularning madaniyat psixikasidagi sharqcha sukunatga boy ayollik nazokati va g'oyibiy pinhonlikqa tashna hul xarakteri o'zgargani yo'q. Shuningga o'xshashla necha ming yillik sarsonlik, sargardonlik va halokatlik tarixni boshdan kechirgan yahudiylarning hozirgi zamonga kelganda milliy tirilish harakati qo'zg'ab muvaffaqiyat qozonishi dal ularning to'miridagi milliy qini bilan ruhiy qatlamidagi mohiyatlik jug'lanmaning har vaqt kuvajab turganligidan bo'lgan. Madaniyat insonshunosligi bilan selishtirma madaniyatshunoslikning gullanishi bizni millatlarning o'xshashmagan madaniyat muhitida ifodalagan psixik mohiyatini to'liq operatsiya qilish imkoniyati bilan ta'min etdi. İnsaniyatning navbatdagi izlanishlarining moddiy dunyodan ruhiy dunyoga, ya'ni odamning o'ziga markazlashishi bizga kelgusidagi izlanishlarning ajoyib azobli davrga kirdiganligidan derak berdi. Darvaqa, biz bu yerda so'zlayotgan madaniyatshunoslik insoniyat yaratgan barliq moddiy va ma'naviy madaniyatlarni ko'rsatadi. Uni inchikilab tahlil qilganda madaniyatning tashqi qatlami, o'rta qatlami va ichki qatlami deb bo'lishga bo'ladi. Madaniyatning tashqi qatlami moddiy madaniyatni, o'rta qatlami moddiylashgan psixika bilan anglashgan moddani, ya'ni harakat, nazariya, tuzumlarni. Ichki qatlami tashqi qatlam bilan o'rta qatlamning jug'lanishi natijasida shakllangan psixik tindirmani ko'rsatadi. Bizning muhokama qilmoqchi bo'lganimiz dal millatimizning alohida jug'rofiyaviy va tarixiy sharoitida shakllangan madaniyat psixikasining ichki qatlami, ya'ni taklimakonga dumlangan ruhiy tindirmasidir. Ikkinchi bo'lim. Yevropa Osiyo cho'nquruqligidan iborat bu ko'ni quruqliqda insoniyatning eng qadimiy va eng buyuk madaniyatlari operada qilingan edi. Taki Yevropa adabiyot san'at uyg'onishining turkisi bilan yangidan gullanishga erishgan yevropaliklar yelkanlik kemalarga tayinib yangi dengiz yo'llarini oshganga qadar qadimgi dunyoning cheksiz uzoq tarixi mushu ko'ni quruqliqda yaratilgan edi. Yani kelib bu tarix o'z ma'nisi bilan terim madaniyatining sirliq nas karashmasida, dengiz madaniyatining tinimsiz to'lqinlarida, yayloq madaniyatining dahshatlik vahimasida o'z mazmunini to'liqlagan edi. Bizning qadimki ajdodlarimiz sharqdagi terim madaniyati bilan g'arbdagi dengiz madaniyatining orliqidagi cheksiz uzoq balbog'da o't, suv manbalarini qo'g'lashib, tinimsiz ko'chib, ushqur otlarning to'yoqlarida o'zlarining madaniyat tarixining birinchi betini, madaniyat psixikasining ibtidoiy xemir turuchini hozirlagan edi. Ularning psixik xarakteridagi ot tuyoqlarining düpürlashlari bilan xarakterlanadigan yavoyi jasurlik, qiziqqonlik, qaramliq va oson g'idiqlanishchanlik dal terim madaniyatining ayollik nazokati bilan dengiz madaniyatining tavakkulona jasorati o'ttirsidagi kuch selishtirmasida shakllangan edi. Shundoq bo'lg'achqa butkul ko'ni quruqliqning madaniyat tarixi go'yo 3 putliq donqonga o'xshab ketadigan ashu sahnada o'zaro bir-birini tortishib, terkishib turishdek tinimsiz vaziyat davomida ro'yobga chiqqan edi. Darvaqa millatlarning madaniyat psixikasining shakllanishidagi hal qilg'uch psixik jarayon hamon o'ziga nisbatan muqim va uzoq bo'lgan madaniyat muhitini talab qiladi.
Ma'lum bir madaniyat muhiti gerçi sirtqi yot madaniyatlarning tinimsiz g'idiqlashiga uchursinmi, lekin u o'zida azaldan bor bo'lgan ruhiy andizni yoki psixik tindirmani saqlab qola olsa, shu xil madaniyat chambarigidagi millatlar o'z xarakterini o'z madaniyatining kontrolligi bilan tutib tura oladi. Iroq qadimgi zamonlardan tortib toki 15 asrdagi adabiyot san'at uyg'onish davrigacha bo'lgan uzoq tarixiy jarayon dal mushu o'xshash bo'lmagan 3 xil madaniyat tipining o'zaro kuch sinish, ustunlik talish jarayonidir. Xayriyat, yayloq madaniyatining tarixdagi zilzilasi qanchalik kuchlik, vahimasi qanchalik qo'rqinchli bo'lishidan qat'iy nazar, terim madaniyatining unsiz jilvasi va noz karashmaga to'lgan g'idiqlashlari bilan dengiz madaniyatining to'sib olg'ili bo'lmaydigan shovqin so'ranlari oxirgi hisobda uni tarix sahnasidan siqib chiqardi. Lekin mayli terim madaniyati bo'lsin yoki dengiz madaniyati bo'lsin, ularning g'olibona aslamalarida yayloq madaniyatining saltanati oxirlashgan uzoq yillargacha ot tuyoqlarining duprlashlarida aks etadigan vahimalik tuyg'ular adoqcha saqlanib qoldi. Sharq terimchilarining bugungi kungacha saqlanib kelayotgan "G'ollar yo'qolmoqcha jahon tinchimas" degan maqoli bilan Yevropaliklarning Yunan yasaydı, Türk bozudu degan maqoli dal ashu vahimelik aslamaning yaldamisidir. Sharqda cho'ng kichik Hingan tog'laridan tortib, g'arbda Qora dengizgacha bo'lgan cheksiz uzoq dalida, ishki va Shimoliy Osiyoning shivoq hidi gupildab turadigan bepoyon yayloqlarida hem sharqdagi terim madaniyatigami, hem g'arbdagi dengiz madaniyatigami o'xshamaydigan ko'chmanchi millatlarning otliqlar madaniyati yaratilgan edi. Bu xil madaniyat ma'lum bir millatning o'zliksiz johilona davomlashtirishida emas, balki birining keyindan biri kuchayib, shollanib turadigan yayloq millatlarning kuch ulash shaklidagi navbatlashib turadigan saltanatida hosil bo'lgan edi. Şuna şimalda birinin keyindan biri tarix sahnasiga chiqqan Hunlar, Ro'ranlar, Siyonpilar, Türklar, Uyg'urlar, Qirg'izlar, Kidanlar, Mo'ng'ullar va Manjularning hech qaysisi yayloq madaniyatining tanho yaratquchisi bo'la olmaydi. Ularning har qaysisining o'ziga tushliq ulushi bor edi. Ularning har qaysisining o'ziga tushliq ulushi bor edi. Shunga bu xil madaniyat har qaysi ko'chmanchi millatlarning zanjirsimon holatiga ulanishi va ongsiz ravishdagi davomlashtirishi jarayonida bir butunlikka ega bo'lgan edi. Lekin tarixda shunisi nihoyatda aniqki, Shimoliy va Ishki Osiyo rayonidagi bu balbaq nurg'unlagan ko'chmanchi millatlarni paydo qilgan, ovundirgan va tarix sahnasiga chiqargan bo'lsa-mu, ammo ularning mavjudligini uzoqcha kapolatga ega qila oladigan jug'rofiyaviy zona emas edi. Bir mezgillik qizg'inlik aralashgan saltanatdan keyin ya ko'chishga majbur bo'lish, ya terim madaniyatining sirli qo'yniga singib ketish ularning o'rtaq qismati edi. Shimoliy Osiyoning tarix sahnasida uzun mezgil saltanat surgan Hunlarning eng oxiri o'zi ovugan zaminda put terab turolmay, asta-asta g'arbga surilib, Yevropadagi Donay daryosi vodisiga singib ketishi. O'tgan tog'larni markaz qilib, Shimoliy O'rta Osiyoni birlikka keltirgan ko'k turklarning oxirgi hisobda uzoq ko'chishlarini beshidan kechirib, kichik Osiyodagi Anatoliya yerim orlig'i makonlashishi. Orxon daryosi bo'yida bosh ko'tarib, shimolni bir mahal idora qilgan Uyg'urlarning milodiya 840-yilga kelganda g'arbga ko'chishga majbur bo'lib, Tangirtog' etaklari bilan Tarim vodisiga yerlashishi. Yenisay daryosining bosh iqimida kuchaygan qirg'izlarning nurg'unlagan issiq so'qoqlarni beshidan o'tkazib, issiq ko'l bo'yiga qaytib kelishi. Sadichinning shimolida kuchayib, g'arbiy shimolni bir mahal parakanda qilgan kidanlarning keyincha tarix yuzidan iz-tizsiz g'oyib bo'lishi.
13 asrdan keyin Yevropa, Osiyo dağlarını titretken Moğollarning asta-asta tarix sahnasidan tushib qelishi nimani tushundiradi? Ular nima uchun Yevro, Osiyo cho'nquruqligining ichki qismidagi ashu sirliq zonada paydo bo'lib va gullatib, yana ashu sirliq zonada put terab tura olmaydi? Amaliyotda ko'chmanchi otli qavmlarning chaqmoqdek tez surat bilan tarix sahnasiga chiqib, yana shundoq surat bilan g'oyib bo'lishini yayloq madaniyatining sirtqi posti kuchtingurlikka va yavoyi jasurlikqa to'lgan, ammo ishki qatlami oddiy psixik jug'lanmasi ojiz xarakteri belgilagan. Chunki sharqdagi terim madaniyati bilan g'arbdagi shahar qal'a va dengiz madaniyati uzoq muddatlik muqim yerlashma hayot jarayonida o'z vujudida to'plagan psixik energiyani yayloq madaniyati hech qachon hozirlay olmaydi. Yayloq madaniyatining butkul taraqqiyot tarixi tüp negizidan aytganda ushqur otlarining hayvasiga tayinib o'zining erlik qahrini ko'rsatib turadigan terim madaniyatining ayollik zibosi va sirliq julasi tarafidan tinimsiz g'idiqlanadigan, o'z mavjudligini o'z madaniyatining kontrolligi bilan uzoqcha tutib tura olmaydigan, faqat quyundek tezlik bilan harakatchan yashash, tinimsiz ko'chish, sharoitga moslashish orqali o'ziga hayotlik imkoniyati hozirlab kelgan tarix edi. Ularning sirtqi madaniyatning g'idiqlashiga bo'lgan ishki qarshilik kuchi va ruhiy jug'lanmasi xeyli ojiz bo'lib, o'ziga muvofiq mudofaa sharoiti hozirlay olmagan. Aman go'yo magnit qutubiga oqqan temir uvoqlaridek terim madaniyatining jalbkor qo'yniga asir bo'ladi. Osiyo Yevropa quruqligining ko'p qismini istilo qilgan Chingiz qo'shini nima uchun Jungo o'tir tuzlanlikida 100 yil mubtirab tura olmadi? Yuan sulolasi nomi ostida Jungoni birlikka keltirgan Qublay xon va uning avlodlari cho'ng ostona, ya'ni hozirgi Beijingning hayvatlik o'rda qasrlarida shoptilgullik yalpigo'sh tutgan nozininlarning qo'lidan parpur qochlardagi xushpuroq jangnan cheyini ichib etib, shuni cho'nqir his qildiki, harmas at tuyoqlarga tayinib terimchilar makonida tikilgan saltanat uzoqqa bormaydi. Ular ya ekin madaniyatining qo'yniga untinsiz singib ketishi kerak, yoki shipongli qasrlardan ayrilib o'zlarining shimoldagi chedarlariga qaytishi kerak. Xayriyat, Mo'g'ullar keyingi yo'lni tanladi. 100 yilga yetmayla cho'ng ostonani tashlab cho'llikning shimoliga chekinib chiqdi. Chunki bu ularning mavjudligini saqlab qola oladigan birdan-bir yo'l edi. Aradan bir qancha asr o'tdi. Sharqning tarixidagi bir xillik takror davomlashdi. Sadichinning sharqi shimoliy qismida kuchaygan Manjular sardori Norxash zo'r otliq qo'shinni boshlab Jungoning o'tiri tuzlanligiga, O'rta Osiyoda kuchaygan Babur va uning qo'shini Hindistonga bostirib kirdi. Manjular Beijingda Qing xondanligini, Babur Dehlida Mo'g'ul imperiyasini qurdi. Ular sharqdagi qadimiy madaniyatlik bu terim xalqlarining rangarang julasiga, ho'l yepshang'u suyuqlantirilgan ruhiy jug'lanmasiga, hanva milliy farqlarni ezib un qilib etadigan madaniyat tindirmasiga o'zlarining qo'pol, kuchtungur, qiziqqan jismi bilan ram bo'ldi. Nihayat bir qancha asr o'tmayla ularning shimoliy va O'rta Osiyoning yayloq madaniyati muhitida yetildirgan erlik hayvisi o'rta tuzlanlik bilan Hindi tuproqining ayollik jazibiga boy qo'ynida to'liq ko'ndirilib tashlandi. Chunki millatlarning qo'shilishidagi psixik holat hamon hissiyot jihatdan o'ziga qarshi jinslik xarakterini talab qiladi. Cho'ng daryo vodlarini asos qilib muqim o'ltiraq turmush kechiradigan, an'anaviy johil ekin madaniy muhitida ruhiy jug'lanmasi pishib yetilgan, tamkin ho'l xarakterga ega terim millatlarining yumshoq madaniyatiga nisbatan yayloq millatlarining madaniyatida ishki qarshilik kuchi va taqobil turish iqtidori kamchil edi.
Şoңлашқа şərqdəki terim mədəniyyəti bilən ғərбdəki dengiz mədəniyyətinin tinimsiz qıstishi, g'idiqlishi, so'rkilishi va zaratlishi natijasida uzun mezgillik tarkishishdan keyin 15 asrga kelganda yaylaq millatlarning saltanati va ot ustidagi madaniyati yangidan to'lib toshgan hayotiy kuchga ega dengiz madaniyatining ko'kish do'lqinlari ustida laylab uzayotgan yelkanlik kemalariga o'rin berdi. Demek, muşu məndən etqanda konu quruqluqның yeni dengiz yolu içilishdən avvalqi uzaq tarixi şərq terimçiləri, yaylaq çavandozlari və g'arb dengizchilari o'tirsidagi tinimsiz munosabatlari jarayonida davr qildi. Şuna terim madaniyetining simvoli bo'lgan sapan, yaylaq madaniyetining simvoli bo'lgan ot və dengiz madaniyetining simvoli bo'lgan yelkanli kema par mashinasi kashf qilingicha bo'lgan uzun tarixga vakillik qiladi. Sapanni o'ziga simvol qilgan terim madaniyati jahil, oson o'zgarmaydigan, an'anaviy ong'a boy, sirtqi yot madaniyatga nisbatan ishki qarshilik kuchi kuchlik madaniyat bo'lib, ular o'z ehtiyojini o'z zamanining nesibilari bilan ta'minlaydigan, sirtqi madaniyatni hamon o'ziga o'zlashtirishni istaydigan, feodallik axloq, oila va kishilik munosabatlarga qattiq ahamiyat beradigan, güldürmabidek hayvani emas, balki pinhon sukutni va g'oyibiy o'y fikrlarni yaxshi ko'radigan, bosh oxiri yo'q osiyocha hul azobga xushtor madaniyat tipi edi. Ularning go'zallik isteki va estetik xohishi tarixiy shaklda o'z ifodasini topadi. Shunga ularda yilnoma, tazkirchilik taraqqiy qilgan bo'lib, uni milliy madaniyatining eng yuqori shakli deb qaraydi. Otni o'ziga simvol qilgan yaylaq madaniyati O'rta Markaziy Osiyoning ko'p qirliq o'zgarishchan havo klimatida o't, suv manbalarini qo'g'lashib, tinimsiz ko'chib, qo'yindak ushqur otlarga tayinib, o'zlariga zarur bo'lgan hayotlik sharoiti izlash jarayonida qiziqqan, tez hayajonlanib, tez soviydigan, qaram, jasur xarakterini yetildirgan. Ularning an'ana va tariqi bo'lgan qarashi terim millatlaridek jahilana tus olmagan. Ular hem şərq terimchilaridek Osiyocha yo'l azobga, hem g'arbdagi dengiz millatlaridek Oedipuscha kuyishma azobga yetmaydigan, faqat yaylaq millatlarda bo'lishga tegishlik ya qahramonlarcha yashaydigan, ya qahramonlarcha o'ladigan, qilcha arliq qoldirmaydigan azob engiga ega edi. Şuna ularning go'zallik isteki va uning yuqori pallasi qahramonlik engida ifoda qilinadi. Eng go'zal, eng buyuk qahramonlik eposlarning faqat yaylaq xalqlarining og'zaki ijodiyati davomida maydonga kelganligi shu sababdandir. Epos yaylaq millatlari adabiyot san'atining eng yuqori shakli bo'la oladi. Gegelning so'zi bilan aytganda, qahramonlik eposlari qahramonlik davrida turgan millatning sap ibtidai hayotiy kuchini va milliy ruhining hamma taraflarini to'liq namoyon qilib bera oladi. Shundaqla bir munavvar milliy epos bir millat ruhi mohiyatining ko'rgazmaxonasi bo'la oladi. Sharqda ulug' okeandan tortib, g'arbda Edil daryo vodlarigacha bo'lgan ko'chman chorvachi millatlar ichida eposi bo'lmagan millatlar yo'q deyarlik. Dal buning aksicha kuchlik tarix engiga ega Xanzu millati dunyoda eng boy tarix namlarini yozib qoldirgan-yu, lekin birmi mukammal qahramonlik eposi qoldirmagan. Yaylaq madaniyati sharqdagi terim madaniyati bilan g'arbdagi dengiz madaniyatining orliqida ko'riklik rol o'ynagan hamda har ikki madaniyatning o'xshashmagan ta'siriga uchrab turgan. Chunki terim madaniyati bilan dengiz madaniyatining bir-biri bilan uchrashadigan hech qanday jug'rofiyaviy imkoniyati yo'q bo'lib, faqat aradagi yaylaq madaniyatining vasitasi orqali bir-biri bilan oz to'la uchur almashtira oladi. Yaylaq millatlarining sharqdagi terim xalqlari bilan g'arbdagi dengiz allariga qilgan shiddatlik yurishlari nurg'un vayronchiliklarni keltirib chiqargan bo'lsa-mu, lekin oz bo'lmagan ijobiy ta'sirlarni paydo qildi.
Türk Moңғолларның Европаға қозғаған юреші Европада феодаллық түзімнің ұлыны тәвіртіп, капитализмнің беқлерін тезлетті. Xuddi tarixshunos Makkinday aytgandek, Yevropa madaniyati Yevropaliklarning Osiyodagi ko'chman millatlarning tajovuziga qarshi uzun muddatli kurashi natijasida shakllangan. Hatto Yevropaning nurg'un eposlari Osiyo yayloq qavmlarining shiddatli hujumiga qarshi urushlarni o'ziga orqa ko'rinish qilgan. Onlarning qaqshatqich hujumlari davomida German millatining Nibelungen naqshisi nomli eposining dastlabki ulgisi maydonga kelgan. Altay tog'lari va Mo'ng'ul egizligidan g'arbga surilgan turklar O'rta Osiyo va Qora dengiz bo'ylarini baza qilib, arablar bilan birlikda Janubiy Yevropa orqali Ispaniya, Fransiyalarga hujum qilgan. Buning natijasida fransuzlarning Roland naqshisi, ispanlarning Ket naqshisi nomli qahramonlik eposlari shakllangan. Turkiy qavmlarining Volga daryosidan o'tib Sharqiy Yevropaga kirishi natijasida rus adabiyotining boshlanishi bo'lgan Igorning Jiroqqa yurishi nomli qahramonlik eposi barliqqa kelgan. Shuning bilan bir vaqtda Turkiy qavmlarining O'g'iznoma qatorliq eposlari maydonga kelgan. Xo'sh, anglab bu yer kelganingizda mazkur maqolaning 1-2 bölümü tamamlandı. 3-4 bölümning nazariyaviligi favqulodda kuchlikan, shu sababdan bu 2 bölümni o'qimayman. 5 bölüm, ya'ni eng oxirgi bölümni davomlashtirib o'qiymiz. 5 bölüm. Uyg'urlarning g'arbga ko'chib Tarım vadisida millatlarning cho'ng qo'shilishini keltirib chiqargandan keyingi 1000 yildan ortiq jarayon millatimizning xarakteri alayligini va madaniyat psixikasini shakllantirgan asosliq davr hisoblandi. Darvaqa, bu jarayonda millatimizning madaniyat psixikasini shakllantirgan omillar murakkab va ko'p xildir. Halbuki bir millatning ma'lum madaniyat muhitida shakllantirgan psixik jug'lanmasi hal qilg'ush ahamiyatga ega bir qancha omilning muhim rol o'ynashi, boshqa qo'shimcha omillarning muayyan turkisi natijasida ishga oshadi. Undaqda Uyg'ur madaniyat psixikasini shakllantirgan asosli omillar nima? Ular qanday rol o'ynagan? Birinchi, Taklimakan ruhi. Buningdan bir qancha yillar ilgari Taklimakan girbekiga joylashgan bir qaynoq bozorning shanbalik hayotini tomosha qilib atgan bir yaponiyalik sayyoh hayajon ilkida mundaq degan ekan. Sharqiy Osiyoning yap-yeshil ekinsarliqlari bilan to'lgan munbat zaminida ustida oqqush tumanlar laylab turgan Grimsen tog' daryolarga qarab, muqim, pinhon, terim hayoti kechirib kelgan xalqlar o'zlarida muloyim, sabrchan, ayonlik nazokatga boy ho'l xarakterni yetildirgan. Lekin ishki Osiyoning tabiiy muhiti buningga tubdan o'xshamaydi ekan. Bu yerning muhiti qurg'oq, tog'lari qaqas, qumliqlari poyonsiz bo'lib, bu hol yerlik xalqlarning ochiq yo'ruq, qiziqqan, erlik jasorati urg'ib turgan qurg'oq xarakterini yetildirgan bo'lishi mumkin. Bizningcha yaponiyalik bu sayyohning yuqorqi tahlili oddiy bir selishtirma bo'lmasi kerak albatta. Chunki uzun tarixdan buyon bizning ota-bobolarimiz Taklimakan cho'lligidan iborat bu sirliq balyotquni quchoqlab yashab kelgan edi. Bu sirliq balyotquga millatimiz o'z beshidan kechirgan talay sarguzashtlar. Xo'shallikmi, azobmi, vahimimi, go'zallikmi yoshiringan edi. Taklimakan ular uchun bir mehribon ona edi. Ular uni ulug'laydi. U to'g'riliq go'zal rivoyatlarni to'qiydi. Uning bag'riga ko'milgan qadimiy shaharlardan ba'zida anglanib qoladigan mungluq naqshi sadolardan, to'g'ularning chillashlaridan, tulparlarning kishnashlaridan, to'ga karvonlarining ko'ldirma ovozlaridan so'yinib ketadi. Qalbida muhabbat uyg'ongan yigit qizlar go'yo
ulug' ananing amchaklariga o'xshaydigan sanjaq qum barqanlarining ustida o'ngdasiga yetib elib, to'lin oyning ko'tarilishini kutatdi. Darvaqa, cho'l ularning vatani, onasi, ko'ngil xushi edi. Shunga cho'lning go'zalligini faqat cho'l farzandlarla biladi. Yana bir tarafdan Taklimakan ular uchun qo'rqinchli sir edi. Uning go'yo uxlab yotgan zo'r sherdak haybatlik jismiga jimiki rahimsizlik, vahima, mangu tuymaydigan oshko'zlik yoshirngan edi. U qo'rqinchli gurkirab nari tarsa bir kechadala qaynoq shaharlarni, kimqapdak bo'stonliqlarni yutib ketadi. Tarım vadisidagi Uyg'ur xalqining bo'stonliq madaniyati amaliyotda Taklimakan bilan bo'lgan necha ming yillik jafoliq kurash jarayonida shakllangan edi. O'z ma'nosi bilan aytganda, cho'l odamlarining mijozimi suvsiz jazirlarda ko'klab turgan ashu tikanlik o'tlarning tabiatiga o'xshab ketadi. Rahatlik bog'lar, shaharning salqin saroylarida yillab oftob ko'rmagan lashdak oq chiroylarni bu yerda uchratqili bo'lmaydi. Cho'l odamlarining chiroyi quyoshda chaqnab, misdak parqarab turadi. Ularning kiyim-kechaklarining rangimi o'ngib, ashu qumlarning rangiga o'xshab qolgan. Quyoshning o'tdek qiziq tepdi. Üzülmey chiqib turgan cho'l shamollari johillik, qo'pollik, mardonlik, sodiqlikdek xislatlarni ularning qon qiyniga singdirib etgan. Shundoq, bu yerda tabiat hech bir hayotlikni ta'bilamaydi. Hamma nima o'zining qaytmas, egilmas ruhiga tayinibla mavjud bo'lib tura oladi. Shunlashqa Uyg'ur ruhi bilan Taklimakan qumliqi o'ttirsida bir xil yoshurun ishki munosabat shakllangan. Biz bu xil ruhi bog'lanishni Mamtimin Hoshurning qum basgan shahar, Xolida Isroilning qumliqning tushi, Ahdam Umarning qurtlab ketgan ko'l, Muhammad Bag'rashning Jazira qatorliq asarlardan texmi cho'nqur his qila olamiz. Demak, milletimiz xarakterining yetilishi va ishki psixik jug'lanmasining tarkibida Taklimakandan iborat bu sirliq jaziraning qurg'oq, inson bilan tabiatdan tashqari bir ilohiy kuch o'tirsidagi bog'lanishini o'z izlanishlarining maqsadi qiladigan ma'naviy holat o'z izlarini cho'nqur qoldirgan. Ikkinchi, dehqon millatga xos ma'naviy tindirma. Qaysidir bir faylasuf dehqoni bor millat yo'qolmaydi debdikan. Darvaqa, nisbatan muqim bo'lgan terim hayoti davomida dehqonlar shu millatning an'anaviy madaniyatini saqlovchi va avloddan avlodga davomlashtiruvchi gavda hisoblanadi. Chunki o'z nasibasini o'z yerining usulidan elib, yer oltin qo'suq degan aqidaga qattiq esilib yashaydigan dehqonlarning vujudida suv, o't manbalarini qo'g'lishib, tinimsiz ko'chib yuradigan chorvachilarga qaraganda johil, muqim, ig'ir besiq an'ana udumlarini uzib qo'yishni xohlamaydigan, o'z nasibasiga shukr qilib yashaydigan xarakter ustun o'rin egallaydi. Biz Taklimakan girbaklardagi bo'stonliqlarda tirikchilik qilayotganlarning yaqinqi 5 asrdan buyon dehqonchilikni asos qilib, qo'l hunarvanchilik va ushoq tijoratning yordami bilan o'z-o'zini ta'minlaydigan tabiiy egilik muhitida bir xilda yashab kelganligini cho'nqur his qilamiz. Suyi intayin kamchil, iqlimi qurg'oq, har vaqt qum bo'ronlarining shiddatli hujumiga uchrab turadigan bu jazirada faqat Uyg'ur dehqonlarining amgakchan qo'li orqaliqla hayotlik ehtiyojini kapolatga ega qiladigan yeshil bo'stonliqlar hosil bo'lgan edi. Faqat dehqonlar bu nachar muhitga bardoshlik berib, un-tunsiz yashashga odatlangan edi. Shunga o'lik to'puluq yo'lda ketmanini mo'rsiga elib, chak-chak yerilgan yalangoyoq putlarida to'pu to'zitib ketayotgan tarimliq bovayning yaşangıran ko'zlari va changa soqollarida vujudiga tinib ketgan bir cho'nqurliq,
yiroq o'tmishga tutishib ketgan bir kayfiyat aks etadi. Demak, Qurum va Tangri tog'laridan tarim o'ymonligiga qarab oqqan nurg'unlagan daryo taramlarining latqinlaridan shakllangan bo'stonliqlarda millatimizning muqim terim hayotiga ko'chgandan buyanqi dehqon millatga xos ruhiy tindirmasi yoshiringan edi. Bu tindirmada jahondan xoli bekinma kayfiyat, qiyirliqqa xos ehtiyotchan pozitsiya, uzun mazgillik bir xillikdan shakllangan buruqtirumliq, so'rrang qumliqlarga asir bo'lgan sukunat bor edi. Uning vujudi bir xilda bo'zirib yotadigan taklimakan cho'liga o'xshash edi. U qaqchiraydi, ammo indamaydi. Jiroqlarga talpinadi, ammo o'zgarmaydi. Milletimiz taklimakan cho'lining uzun ham zerikarlik tunlari bilan otash oftoblarini dehqonga xos sabrchan jismiga singdirib, yiroq tarixni bugunga oladi. Agar bir millatning dehqonlari mavjudli bo'ladi ekan, shu millatning ma'naviy tindirmasidagi mohiyatlik energiya mangu uzilib qolmaydi. O'z navbatida shu millatning dehqonlari sirtqi madaniyatning g'idiqlishi va radiatsiyalashiga o'z vujudidagi johilligi bilan qarshilik ko'rsatib, ikki madaniyatning uchrashishidan kelib chiqqan tangpongsizlikni tinchlantiradi. Hammamizga ma'lum, Oktyabr inqilobidan ilgari o'zbeklar Sir va Omu daryosi orliqidagi bo'stonliqlar bilan Farg'ona o'ymonliqidagi Munbat vodida dehqonchilikni asos qilib yashab kelguchi terimchi xalq edi. Qozoq qirg'izlar bo'lsa, dashti qipchoq dalalari bilan Issiqko'l atrofidagi yayloqlarda chorvachilik bilan shug'ullanib kelgan edi. Oktyabr inqilobidan keyin cho'ng o'zgarishga yuz tutgan O'rta Osiyo hozirgi zamon madaniyatining, bo'libmi rus madaniyatining qattiq radiatsiyasiga duch keldi. Bu xil murassasiz madaniyat radiatsiyasi toki Sovet ittifoqi parchalanganga qadar 70 yil davomlashdi. Natijada yayloq hayotidan bevosita shaharlashgan qozoq qirg'izlar o'zlaridan ko'p darajada kuchli bo'lgan rus madaniyatining radiatsiyasiga bardoshlik bera olmay, import-eksport tamponligini yo'qotib qo'ydi. Buning bilan 80-yillarning oxiriga kelganda milliy til jiddiy krizisga uchrab, madaniyat keng ko'lamda ruslashish xavfiga duch keldi. Hatto rus tilini ona tili hisoblaydiganlarning soni kun sanab ko'paydi. Mustaqillik jakarlashdan ilgariki Qirg'iziston poytaxti Beshkek, ya'ni Frunzeda qirg'iz tilida dars o'tiladigan eng oxirgi bir o'rta maktabmi taqilib qilish xavfiga duch kelgan edi. Lekin O'zbekistonning ahvoli boshqacha edi. O'zbeklarmi o'xshashla rus madaniyatining kuchli radiatsiyasiga duch kelgan bo'lsa-mu, ammo ularning aslidanla muayyan an'anaviy asosga ega shahar va terim madaniyati bo'lg'ashqa, rus madaniyatining kuchli iqimiga qarshi inkas qaytara oladi. Shundaqla sirtqi madaniyat bilan muomala qilishdagi tangpongliqini yo'qotib qo'ymadi. Buningdagi sir dal o'zbeklarning an'anaviy shahar madaniyati va milliy psixik jug'lanmaga boy terim millati bo'lganligidandir. Texmi to'g'risi, o'ziga johil, qiyrilarcha ig'ir besik xarakter yetildirgan, kolxoz qishloqlaridan ayrilolmaydigan, butun Sovet ittifoqini paxta bilan ta'minlagan o'zbek dehqonlarining bo'lganligidandir. Demak, dehqon millatga xos oson o'zgarmaydigan, johil sig'dirishchan ruhiy tindirma millatimiz madaniyat psixikasini shakllantirgan muhim omillarning biridir. 3. Ko'p qitimliq e'tiqod kirisidan kelib chiqqan qoidadan qurish psixikasi. Yaqinqi yillardan buyon chet ellar bilan bo'lgan berish kelishning kuchayishiga ergishib, Urumchi qatorliq bir qism cho'ng shaharlarda yoshirincha cherkovlarni ziyorat qilib turadigan, milod bayramini o'tkazishga qatnashganligidan hayajonga cho'madigan, Injil tarjimalarini tarqitishga urinayotgan, bo'yniga krist shakllik oltin rang medalyon esib oladigan bir qism yoshlar paydo bo'lib qoldi. Bu hal kishiga millatimiz yana bir qitimliq e'tiqod kirsisining yoshirun xavfiga duch kelyapti qandoq degan vahimani selib, odamning tova degisini keltiradi. Shundoq,
To'g'ri deymiz. Endi bo'ldi bas. Milletimiz o'z peshidan kechirgan bir qancha qitimliq e'tiqod krizisi bizga az bo'lmagan tarixiy saboqlarni qoldirib ketdi. Miladiya 8-asrning oxirgi yarmida gullangan davrga kirgan Orxun Uyg'ur xonliqida Loyangdan chiqqan 4 nafar Mani dini rohibi yuqori qatlam ichida hadab din tarqatdi. Natijada uzoq o'tmayla xonliq tavasida Mani dini avj ilib, Shimoliy Osiyoning jangovar yayloq hayotiga moslashgan shaman dini qattiq xirisga duch keldi. Shamanizm e'tiqodidan Mani diniga ko'chish butkul millatning ruhiy dunyosida ilgirki hamma narsani inkor qilib, qaytadan qurishdek ma'naviy holatni shakllantirib, madaniyat tariximizdagi tunji qitimliq krizisni paydo qildi. Mani dini o'z ta'limotlarida jonliqlarni o'ldirishni qat'iy ma'ni qiladi. Bu hol yayloq muhitida o'zida yavoyi jasurlik va kuchtingurlik yetildirgan milliy ruh bilan sig'isholmaydi. Chorvachilik egaligining taraqqiyotiga texmi moslasholmaydi. Amaliyotda Orxun Uyg'ur xonliqining 840-yildagi zo'r halokatida ashu qitimqi e'tiqod krizisining muayyan ta'sirlar bor edi. Uyg'urlar keng ko'lamda g'arbga ko'chgandan keyin Mo'ng'ul egizligidan o'zlari bilan birga olg'ash kelgan shaman va mani dinlarini tashlab, Tarim vodisida zo'r gullanishga erishgan buddizm e'tiqodi va madaniyatini qabul qilishga majbur bo'ldi. Natijada yana bir qitimliq e'tiqod krizisi yuz berib, millatning ruhiyat dunyosida qayta qurish yana boshlandi. Chunki Uyg'urlar g'arbga ko'chgan mazgillarda Tarim vodisida buddizm allaqachon 1000 yilga yaqin tarixga ega bo'lib qolgan edi. Tarim vodisida cho'ng qo'shilishdan keyingi qayta qurish toki 10-asrning oldingi yarmidagi bir nurliq saharda, Otish diyoridagi bir jilg'ada tunji azon ovozi yangrag'anga qadar davomlashdi. 1000 yildan ortiq vaqtdan buyon millatimiz ruhiy mohiyatini sug'urib kelgan buddizm aqidasi hayotiy kuchi to'lib toshgan yangi bir dinning kuchli xirsiga duch kelgan edi. Buddizm aqidasidan islomiyatga ko'chish millatimiz tarixida ko'lami eng zo'r, pozitsiyasi eng kaskin, ta'siri eng cho'nqur bo'lgan bir qitimliq qayta qurish harakati bo'ldi. Islom dini bir xudolik din bo'lg'ashqa aqidadagi mutlaq kaskinlikni talab qiladi. Shundaqla o'zidan boshqa har qanday e'tiqodni inkor qiladi. Qaraxoniylar territoriyasining islomlashishi Tarim vodisidagi buddizm madaniyatiga qaqshatqich zarba berdi. Bu qitimqi qayta qurish toki 16-asrning boshlarida Qumul rayoni tamoman islomlashganga qadar 5 asrdan uzoqroq vaqt jarayonida elib berildi. Bu jarayonda buddizm madaniyatini aks ettiradigan har qanday narsa murassasiz ravishda inkor qilinib, xarobiga aylangan Budda ibodatxonalarining ustiga yep-yangi islom madaniyati tiklab chiqildi. Darvaqa har qanday bir din o'zidan avvalgi dinlarning ta'sirini tamoman yo'q qilib etishga qodir emas, balki ilgirki dinlarning bir qism madaniyat omillarini o'ziga singdirib tashlaydi. Din bir xil e'tiqod tusini olgan ong formatsiyasiga mansub narsa bo'lsa-mu, o'z navbatida yana bir xil madaniyat hodisasi hisoblanadi. Shunlashqa tariximizda yuz bergan nurg'un qitimliq e'tiqod krizisi va qayta qurish harakati amaliyotda ma'lum jihatdan bir xil madaniyat krizisi va madaniyatdagi qayta qurish harakatidir. Buning natijasida millatimiz har qitimliq e'tiqod almashtirishga duch kelganda ilgariki hamma sarguzashtlarini, o'tmishini, madaniyatini, tajriba savoqlarini biroqla irg'itib tashlab etib, noldan boshlanadigan yangi dunyoni tiklashga urinadigan qayta qurish psixikasini takrorlab turdi. Shunga madaniyat tariximizdagi bu xil holatni go'yo taklimakan bag'ridagi bir kechada qum ostiga g'oyib bo'ladigan, uning o'rniga boshqa bir yangi bo'stonlikni qaytadan barpo qilishga boshlaydigan qayta qurish ruhiga o'xshatish mumkin.
Uyg'urlar bilan Yahudiylarning tarixiy qismatlarini selishtirsak, nurg'un o'xshashliklarni bayqaymiz. Her ikki millat o'xshashla cho'l jazirida bo'stonliq yaratib avg'an. Tarixiy xarakterlik cho'ng ko'chishlarni beshidan kechirgan. Ya'ni Uyg'urlar Urxun vodisidan Tarim o'ymonligiga ko'chgan bo'lsa, Yahudiylarning ajdodlari Misrdan Kan'anga, qadimki Babildan Yerusalimga ko'chgan. Her ikki millat tarixdan buyon tijoratni o'zlarining muhim egilik shakllarining biri qilgan. Shundaqla boshqa millatlarda kam uchraydigan savdo engini yetildirgan. Undaqda bugungi dunyoda Yahudiylar qanday qilib eng ilg'or millatlarning biri bo'lib qoldi? Allaqachon o'lgan ibroy tilini, qattiq xirisga duch kelgan milliy madaniyatni nima uchun tirildiradi? Amaliyotda Yahudiylarning beshiga kelgan talay qitimliq hayot mamatliq tarixiy qismatlar bizninkidanmi eg'ir bo'lgan edi. Ular vatansizlik, xo'rliq va halokatlik taqdir ichida yashab etib, mandurman, mendan avval Yahudiyman degan maqolning ma'nosini mangu esida saqladi. Dunyoning har qaysi joylariga qumdak chechilib ketgan Yahudiy ko'chmanlari har xil din, har xil madaniyatlarning kuchli xirsiga Yahudiy dinining ruhi orqali jug'lagan milliy madaniyat tundirmasi orqali taqobil turdi. Sirtqi madaniyatlarning ijobiy ta'sirlarini Yahudiy dini orqali davomlashib kelayotgan an'anaviy madaniyatlarning asosiga qabul qildi. Ehtimol dunyoda tarixdan buyon diniy e'tiqodni izchil o'zgartmay kelgan millat faqat Yahudiylar bo'lsa kerak. Natsistlarning jazo lagerida, Yevropadagi o'xshamagan ellarning o'xshash bo'lmagan madaniyat muhitida o'sgan Yahudiy tutqunlarining nihoyatda tezla ittifoqlashib, birlikda kurash qila olishi Yahudiy millatining vujudidagi mustahkam milliy ruhning sababidan bo'lgan. Lekin bizdeki ko'p qitimliq e'tiqod almashtirishlardan kelib chiqqan qayta qurish, tunugini unutib, bugunni yaratish psixikasi millatimizning oson qizib, tez soviydigan, uzuklik ichida chaqnashni istaydigan, tinimsiz ta'virnib turadigan xarakterni belgilab qo'ydi. Millatimizning shaman, mani, buddizm, Zoroaster, Nestori va islom qatorliq dinlarning hammasiga bir qitimdan e'tiqod qilib baqqanligi, talay qitim yeziq almashtirganligi, o'z tilida nurg'un tillarning elementlarini saqlaganligidek tarixiy faktlar ularning murakkab, ko'p qirlik xarakterini aniq ko'rsatib berdi. 4. Aralashma madaniyat andizisi va g'idiqlanishni shart qiladigan ruhiy qurilma. Uyg'ur madaniyatining asosiy gavdasi Tarim o'ymonligi, Ili vodisi va Turpan, Qumul o'ymonliqlaridagi yeshil bo'stonliqlarni markaz qilgan terim madaniyatida o'z ifodasini topgan bo'lsa-mu, lekin bu xil madaniyat sharqning cho'ng daryo vodalarini asos qilgan, an'anaga herisman, ishki moyilligi kuchlik, bekinma holatdagi terim madaniyatiga tubdan o'xshamaydi. Tarim madaniyatining ishki tindirmasida yaylaq madaniyatining jasorati bilan terim madaniyatining johilligidan yo'g'rilgan, Yipak yo'li orqali sharq va g'arb madaniyatlaridan har xil rang puroq olgan aralashma andiza muhim o'rinni tutgan edi. Bo'stonliqlarni yaratuvchi dehqonlar mo'tadil balbaqning terimchilaridek ho'l yig'in mo'l, iqlimi illiq, tabiatga tayinib kun kechiradigan muqim zilzilalardan xoli sharoitga ega emas edi. Tabiat ularni ta'pilamaydi, balki ular tabiatni, poyonsiz qumduqlarni, suvsiz cho'llarni, qurg'oq iqlimni ta'pilaydi. Shunga bu yerdagi terim madaniyatining alohidligi va dehqon millatning qurg'oq ruhi Osiyoning mo'tadil rayonlaridagi terimchilarning ho'l, yepshang'u xarakterga o'xshamaydi. Uning ustiga Tarim o'ymonligi ishki Osiyo rayonidagi bir cho'nqur bariyatqi bo'lishiga qaramay, Yipak yo'li elib kelgan jug'rafiyalik afzalligiga tayinib, o'z vujudini ko'p xil madaniyatlarning xurishlari bilan tindirgan edi.
Шуңа milletimiz мәдениетінің mahiyetlik xarakteri ішкі епшаңғылықтың көрә sırtqa intilishchanlik və taş mayillikda öz ifadesini tapqan. Sırtqı gıdıqlanışını öz güllanışının piltisi və aldınqı şart qılğan. 15 əsrga kelgəndə konu quruqluqdakı İpek yolunun altın davri bütünlay axırlaşdı. Yeni deniz yolunun açılışı və par maşinasının kəşf qılınışı qeyrib tinib ketgan Asiyani davrning keyniga tashlab qo'ydi. Shuningdan keyin go'yo zulmatga o'xshaydigan 500 yil davomida unutilgan zonaga aylangan Tarim vodisi hech qanday bir yangi madaniyatning g'idiqlashiga, hech qanday bir tashqi ta'sirning zaratlashiga uchramadi. Har xil gullarning rang puroqlaridan bahr elib ko'ngan va o'z ko'nglini yashartib o'rgangan bu buyuk ota asta-asta ballari mukchaygan, soqollari çangılashqan, vujudi qeyrigan bir bobayga aylandı. Navoiydan keyin 500 yilga yaqin davomlashgan madaniyatimizdagi vakuumliq amaliyotda ichki jihatdagi ruhiy mahkumliq bilan tashqi jihatdagi tanho yetimlikning mahsuli edi. Demak, bir mahal gullanishga erishgan har xil madaniyatlarning o'zaro yo'g'urilishidan ko'zlarni qamashtirgan Tarimdagi aralashma madaniyat andizesi yaqinqi zamonga kelganda bekik tanho muhitda qaqjirigan Taklimakan cho'lining sukutlaridek cho'nqur latqalarga tinib ketgan edi. Mashhur tarixchi Hetti o'zining Arablarning qisqacha tarixi nomli kitobida Fursat tapsıla başqalarının madaniyati orqali o'zini sug'urib turish qumluq xalqlarining eng ro'shan aloyligi edi. Ularning bir qancha 100 yillik ishki ma'naviy jug'lanmasi muayyan g'idiqlanishga uchragan hamon go'yo tuyuqsizla uyg'ongandek hamma yerni larziga keltirib tashlaydi deb yozgan edi. Darvaqa Taklimakonga dumlangan ruh qum tegida uzoqcha besilib yotdi. Ussuzluq azobidan tanglaylari chak yerildi. Tindurmadagi latqalari chiridi. Faqat 20-asrning tong nuri mudhish tunlarning pardasini qayragan chaqdila baliyotquda to'limi uzoq yetib tunchuqib qalay deb qolgan bu to'ralma yangi havodan oz to'la nafas elishga boshladi. Mikrofon oldida Nuriya Rahman 2021 yili noyabr janvat unga elinib tayyorlandi.